Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmizdə xətalar ekranımız olsun. Xitoy atalmış G'arbiy yurt qo'riqchibak mahkamasi muzey qurib, ishg'oliyatini burmilashga urindi. Xitoy Sharq Turkistondagi ishg'oliyat tarixini pardozlashda eng ko'p ishiladigan atalmış G'arbiy yurt qo'riqchibak mahkamasi uchun maxsus muzey yasab chiqqan bo'lib, Dunyo muzey kuniga o'tillab rasmiy ochilganligini e'lon qildi. Atalmış Şinjan radio televiziya stansiyasining xabarida bildirilishicha, 18 may G'arbiy yurt qo'riqchibak mahkamasi muzeyi bugurda rasmiy ochilgan. Xabarda muzeyga qo'yilgan yodikorliklarning Sharq Turkistonning har davrida Xitoyning markaziy hukumat boshqarishi ostida turganligi, har millatning uzun muddatlik aloqa qilish, birlashish jarayonini ko'rsatib berganligidek safsatalar takrorlangan. Bildirilishicha, soxta tashviqot uchun qurilgan mazkur muzeyni yasashga 2 yil vaqt ketgan bo'lib, atalmış qo'riqchi boshliqi idorasi qurish, g'arbiy diyorda hukm yurgizish, yiroq yerlarni echish, Xan sulolasi qoidalarini ulga qilish va bir niyatda qurish qatorliq 5 qismdan tashkil topgan 463 parcha yodikorlik qo'yilgan. Xabarda muzeyga qo'yilgan bir Tuchtanqonning muzeydagi eng qimmatli yodikorlik ekanligi, bu Tuchtanqonni yuqori martabali kishilarning ishiltalaydiganligi, bu ayni vaqtda Sharq Turkistonda Xitoyning yuqori darajalik amaldorlarining yashaganligini isbotlab beradiganligidan iborat numussizlarga safsata o'tirg'i qo'yilgan. Xitoy Sharq Turkistondagi qisqa ishg'oliyat tarixini burmilash, pardozlashda G'arbiy yurt qo'riqchibak mahkamasini cho'qim tilga oldigan bo'lib, milodiyadan ilgirki 60-yildan tortib Sharq Turkistonning Xitoyning ayrilmas bir parchasi bo'lganligi va shuningdek keyin Sharq Turkistonning tarixdagi har qaysi sulolalarning otimiras zaminiga aylanganligidek numussiz safsatalar Xitoyning maxsus yig'inlarida, axborot, nashriyot, darsliklarida alohida takrorlanib kelmoqda. Halbuki Xitoyning bu safsatalari nufuzli tarixshunoslar, tadqiqotchilar tomonidan rad qilinib kelgan bo'lib, Xitoyning uydirma yodikorliklari va muzeylari faqat soxta tashviqoti uchun xizmat qilib kelmoqda. G'arbiy yurt qo'riqchibak mahkamasining asli o'rnining va bu haqdagi bayonlarning to'xtamay o'zgartirilib turishi Xitoyning soxtapazligini ko'rsatib bermoqda. Parlament a'zolari Xitoyning muhim organini qaytadan jazo tizimligiga kirgizishni talab qildi. Amerikaning Kengash palata a'zosi Rick Scott boshchiligidagi bir guruh Jumhuriyatchi palata a'zolari Xitoy JX ministerligining qonun doktorlik institutini qaytadan Amerika Sudi ministerligining jazo tizimligiga kirgizish haqida qonun loyihasi sundi. Xitoy Kompartiyasining inson haqlari dafsandichiliklariga qarshi turish qonuni deb nom berilgan mazkur qonun loyihasida ilgari Trump hukumati tomonidan yo'lga qo'yilgan, keyin Biden hukumati tomonidan amaldan qoldirilgan cheklamalarni qaytadan asliga keltirish maqsad qilingan. Xitoy JX ministerligining muhim bir qismi bo'lgan Qonun doktorlik instituti 2020-yili inson haqlari dafsandichiligiga chetishliq bo'lish, xususan Uyg'urlarning DNA uchurlarini to'plash, nazorat qilish bilan ayblanib, Amerika hukumati tomonidan jazo tizimligiga kirgizilgan edi. Ammo Biden hukumati 2023-yili noyabrda mazkur organni jazo tizimligidan chiqarib, buning badaliga Xitoy bilan zaharli chekimlikka qarshi turish masalasida hamkorlashadiganligini bildirgan edi. Yangi sunilgan qonun loyihasida Biden hukumatining ayni vaqtdagi qarori tanqid qilingan bo'lib, Rick Scott bu haqda Xitoy JX ministerligining Qonun doktorlik instituti Xitoy rejimining nazorat qilishi jarayonida muhim rol o'ynaydi. Uyg'urlar va boshqa musulmon asonliq millatlarga qaratilgan keng ko'lamli tutqun qilish, majburiy emgak va yuqori texnikalik zulm uchun imkoniyat yaratadi degan. Boshqa palata a'zolarimi uning fikrini muayyanlashtirib, Xitoyning mazkur o'rnini zulm va irqiy qirg'inchilik qilmishlari uchun javobgarlikka tortishning zarurligini, bu qonun loyihasining Amerikaning inson haqlari dafsandichiliklarini javobgarlikka tortishdagi qat'iyligini qayta ta'kidlaydiganligini bildirishgan. Qozog'iston yadro elektr stansiyasi qurilishida Xitoy bilan texnik suhbatlashmaganligini bildirdi. Qozog'iston yadro elektr stansiyasi cheklik shirkatining bir amaldori yadro elektr stansiyasining suv manbasi masalasida texnik Xitoyning ma'qulligini olmaganligini bildirdi. Qozog'iston xabar agentligining bugungi xabarida bildirilishicha,
Qozog'istondagi tunji yadro elektr stansiyasini Almuta viloyatining Jambul rayonida qurish planlangan bo'lib, o'rni Balqosh ko'liga yaqin ekan. Bu o'rinni tanlashdagi maqsad janubiy rayonlarga tok yetkazishni osonlashtirish va reaktor sovutish mashg'ulotining suv bilan ta'minlanishiga qulaylik yaratish ekan. Balqosh ko'lining asosli suv manbasi Sharq Turkistondagi Eli daryosi bo'lib, xalqaro qonun nizomlarga asosan chegara halqagan daryo iqinlari atrofiga o'rinlashtirilgan cho'ng tipdagi qurilish turlari uchun iqin bor davlatning ma'qulligini elish kerak ekan. Bu sababli Qozog'iston taraf navbatda Sharq Turkistonni mustamlikasi ostida tutib turayotgan Xitoyning ruxsatiga erishishi kerak ekan. Qozog'iston yadro elektr stansiyasi cheklik shirkatining muavin bosh direktori Renat Okasov Qozog'iston xabar agentligining ziyoratini qabul qilib, Xitoy bilan bu to'g'riliq texnik konkret suhbatlashmaganligini, ammo bu masalada cho'ng masala chiqmaydiganligiga ishonganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Qozog'iston yadro elektr stansiyasining reaktor texnikasini ta'minlovchi shirkatlarning dastlabki tizimligida Rossiya, Koreya va Fransiya shirkatlaridan boshqa Xitoy yadro sanoati guruhi cheklik shirkati bor ekan. Rossiya bilan Ukraina eng cho'ng asir almashtirish kelishimi imzoladi. Ukraina davlat mudofaa ministri Rustam Umarov Turkiya tashqi ishlar ministri Hakan Fidanning vositachiligida Istanbulda o'tkazilgan suhbatdan keyin urush boshlangandan buyongi eng cho'ng ko'lamlik asir almashtirish kelishimining tuzilganligini, kelishimga asosan har ikki tarafdan 1000 dan asirning almashtirilganligini uqtirdi. Umarov Istanbulda o'tkazilgan bir muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, bu kelishimning yig'inning eng muhim natijasi ekanligini ta'kidladi. Hamda almashtirish uchun vaqt bekitilganligini, lekin hozirgi bosqichda uning oshkorlanmaydiganligini bildirdi. Ukraina bilan o'tkazilgan suhbatda Rossiya vakillar o'makiga rahbarlik qilgan Vladimir Medinskiy Moskvaning yig'in natijasidan umumiy jihatdan rozi ekanligini hamda aloqalarning davomlashadiganligini aytdi. Rossiya vakili Kirill Dmitriyev 17-may atiganda bayonot berib, Istanbuldagi yig'inning mavqelarini tushunish va dialogning davomlashishi bilan oxirlashganligini bildirdi. Hamda buning Amerika prezidenti Donald Trump va uning gruppasi bo'lmasa ishga oshmaydiganligini so'zlarga ilova qildi. Amerika prezidenti Donald Trump Arab Birlashma Xalifaligida muxbirlarga qilgan so'zida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning bu hafta Istanbuldagi tinchlik suhbatiga qatnashmaslik qarorini Amerika prezidentining Istanbulda bo'lmasligiga bog'laganligini aytgan. Trump yana urushni oxirlashtirish uchun mumkin bo'lgan eng qisqa vaqtda Putin bilan ko'rishadiganligini bildirgan. Bildirilishicha, Ukraina taraf davlat boshliqlari o'rtasida bevosita suhbat o'tkazishni talab qilgan bo'lib, Rossiya hay'ati bu talabni xotirlab qo'yganligini bildirgan. Undan boshqa Rossiya prezidentlik mahkamasi bir bayonotida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan ko'risha oladiganligini, biroq buning faqat ikki davlat o'rtasida muayyan masalalarda kelishim hosil qilingan ahvolda mumkin bo'ladiganligini e'lon qilgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.